Assalomu alaykum muslimalarim. Internetda portlatayotgan retsept bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Internetda o'tirib, bu yoqqa qarasam qurtobi, bu yoqqa qarasam qurtobi. Qani, bir o'zim ham qilib ko'raychi dedim. O'zi ham ko'rinishidan juda ham ishtahali ovqat ekan-da. Avval go'shtlarimizni yaxshilab marinovka qilib, qovurib, suv ozgina solib dimlab qo'yishdan boshlaymiz. Menda somsa uchun o'rab qo'ygan xamirlarim bor edi. O'shandan ozgina zuvalasdan ajoyib qarsillama qatlama nonlarimizni duxovkada pishirib oldim. Va Qurtlarimizni chopper yordamida maydalab, mana shunaqa ozgina suv solib, shunaqa suyuqmas holatiga keltirib olamiz. Tayyorlangan masamizni qatlamalarimiz ustiga quyib chiqamiz. Uni ustidan tayyorlab olingan achishuvlarimizni solib, uni ustidan esa ajoyib yumshoqqina bo'lib pishgan go'shtlarimizni terib chiqamiz va go'shtimizdan qolgan sokini qurtobamiz ustiga quyib chiqamiz. Voila, ajoyib va ishtaha ochadigan qurtobamiz tayyor. Retseptdan foyda keltirgan bo'lsa, juda ham xursandman. Like va podpiskalarni ayamaysizlar degan umiddaman.